Rossiyaning ballistik raketalari Patriot havo mudofaa tizimini aylanib o'tishni o'rgandi. Financial Times. Hukumat budjetidan xalq norozi. Fransiyada 250 shahar titrab turibdi. NATO bo'lmaganida urush ham bo'lmasmidi. Putin Valdayda shov-shuvli bayonot qildi. O't ochishni to'xtatmaydi, tinchlik bo'lmaydi. Turkiya prezidentining keskin bayonoti. O'zbekiston tashqi qarzi rekord darajaga chiqdi. Asad tirik, ammo savollar ko'p. Rossiyada Bashar al-Asadga suiqasd uyushtirildi. Oq uy shutdown sababli ommaviy ishdan bo'shatishlarga tayyorlanmoqda. Rossiyaning ballistik raketalari Patriot havo mudofaa tizimini aylanib o'tishni o'rgandi. Financial Times. Rossiya Ukrainaga hujum qilishda qo'llanayotgan ballistik raketalarni Patriot havo mudofaa tizimini aylanib o'tishga moslab modernizatsiya qilgan. Bu haqda Financial Times nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Iskandar M operativ taktik raketa majmuasi va Kinjal aeroballistik raketasi yangilangan. Rus raketalari avval odatiy yo'nalish bo'ylab uchadi, so'ng keskin burilib, bir nechta chalg'ituvchi manyovrlarni amalga oshiradi. Shu yo'l bilan ular Patriot mudofaa tizimining to'siqlaridan qochishga erishadi, deyiladi maqolada. So'nggi oylar davomida Ukraina Rossiyaning raketalarini ancha kam tutib qolmoqda. Avgust oyida raketalarning 37% ukrainaliklar tomonidan urib tushirilgan bo'lsa, sentyabrda bu ko'rsatkich 6% ni tashkil qilgan. Financial Times'ning bildirishicha, Rossiya 2025-yilning yozida Kiyevdagi kamida 4 ta dron ishlab chiqaruvchi zavodga zarba bergan. Aynan shu paytda rus raketalari Ukrainadagi mudofaa tizimini aylanib o'tib, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi va Britaniya kengashining binolariga ham zarar yetkazgan. Patriot Ukrainada foydalanilayotgan yagona havo mudofaa tizimi bo'lib, u rus ballistik raketalarini urib tushirishga qodir, deya xulosa qilgan Financial Times. Hukumat budjetidan xalq norozi. Fransiyada 250 shahar titrab turibdi. Fransiyada hukumat tomonidan ilgari surilgan tejamkorlik choralari va davlat byudjet loyihasiga qarshi mamlakat miqyosida ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi. Kasaba uyushmalari ma'lumotiga ko'ra, butun Fransiya bo'ylab 250 ga yaqin namoyish o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, ularda qariyb 350 ming kishi ishtirok etishi kutilmoqda. Ichki ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Bruno Retaille'ning bayonotiga ko'ra, jamoat tartibini ta'minlash maqsadida 76 ming nafar huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari safarbar etilgan. Namoyishlar jamoat transporti tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, xususan Parij va uning atrofidagi bir nechta metro bekatlari yopildi. Poyezd va tramvay qatnovida uzilishlar kuzatilmoqda. Janubiy hududlarda esa avtobus deposi faoliyati to'xtagan. Shuningdek, namoyishchilar mamlakatning turli hududlaridagi yirik sanoat korxonalarini to'sib qo'ydi. Jumladan Stellantis avtomobil zavodi, Michelin shinalar ishlab chiqarish korxonasi, Tuluza shahridagi mudofaa va texnologiya ishlab chiquvchi Thales kompaniyasi hamda Parij chekkasidagi ushbu kompaniya bosh ofisiga kirish yo'llari yopildi. NATO bo'lmaganida urush ham bo'lmasmidi? Putin